Sevishganlar kuni tongimiz shunday do'mboq oyoqchalarni mangal qilishdan boshlandi. Bir kun oldin xo'jayinimdan podarkalarimni olib bo'lgan edim. Shu uchun bugun sovg'a berish navbati meniki. Eshik taqillab, kuryermanga atalgan podarkamni ham tashab ketdi. Quvonchim ichimga sig'may, ularga podarkamni ham topshirdim. Judayam hayajonda edim, chunki ularning reaksiyalari qanaqa bo'lar ekan. Bu safargi sovg'amni kreativniy qilib, bloknotga ularning ism-familiyalarini, termizga bo'lsa Instagram niklarini, koshelokka ham ism-familiyalarini, uni oldida yana bitta rimem bor edi. Ularga hammadan ham yoqqani moshinalarning nomerini shunaqa brilok qildirdim. Bunaqa kreativniy, bir-biridan asal podarkalar qayerda borligini bilasizlarmi? Albatta, Podarki Didi profilida. Narxlari ham hamyonbop. Zakaz qilganimni ertasi kuni menga dastavkamni chiqarib berishdi. Xo'jayinimga ham juda ham yoqdi. Qani 5 oychi deb menga rahmat etib qo'ydilar. Endi bularni sekingina joyiga solib, yashirib olib qo'yaman dedilar. Keyin bilsam, kecha ham ular menga podarka qilgan narsalarni Podarki Didi profilidan xarid qilgan ekanlar. Sovg'alar yoqqan bo'lsa, bitta yurakchani qizartirib bosib qo'yinglar. Sizlarni keyingi videolarimda kutib qolaman.